Hammaga salom. Bugun sizlar bilan K8 ni yangilangan versiyasini ko'rib chiqamiz. Bu Kia brendining flagman sedani bo'lib, yana ham chiroyliroq va yana ham qulayroq bo'ldi. Bugun sizlarga qanaqa o'zgarishlar bo'lganini ko'rsatib chiqaman. Oldi qismi to'liq yangilandi. Ingichka LED chiziq, vertikal chiroqlar va yanada aniq chiziqlar. Avtomobilning o'ziga xos taniqli yorug'lik imzosi paydo bo'ldi. Uni boshqa hech bir mashina bilan adashtirib bo'lmaydi. Yangilangan disklar va uzaytirilgan xrom qismlar profilni yanada sport va premium qiladi. Orqa qism ham butunlay yangilangan. Yangi chiroqlar, jiddiyroq bamper K8 ni ancha zamonaviy qiladi. Ichkaridagi o'zgarishlar darhol seziladi. Katta egilgan ekran, butun salon bo'ylab yangi yoritgich, shuningdek yaxshilangan materiallar. Tashqi ko'rinishda ham, ichki qismda ham premium muhit seziladi. Eng muhim yangilik endi K8 to'liq yurituv tizimida taqdim etiladi. Aytgancha ushbu modelda bu tizim birinchi marta. Avtomobil endi yomg'irda, yomon yo'llarda va notekis yuzalarda ham barqaror yuradi. Boshqaruv yanada ishonchliroq bo'lgan. Yana bir yangilik aqlli podveska tizimi. U yo'l holatiga qarab o'zi moslashadi. Natijada harakat yumshoq, tekis va ortiqcha tebranishlarsiz bo'ladi. Buni hatto salonda ham sezasiz. Mashina xuddi tekis yuzada ketayotgandek tuyuladi. Mana bu esa chinakam noyob detal. Markaziy podlokotnik bu yerda ikki bo'limli bo'lib, bir vaqtni o'zida ikkita premium funksiya bilan jihozlangan. Podlokotnik isitgichi bu funksiyaga ushbu segmentda birinchi bo'lib ega bo'lgan avtomobil. Ikkinchi funksiya ultrabinafsha sterilizatsiya. Bu yerga telefon yoki boshqa mayda buyumlaringizni qo'ysangiz, tizim o'zi narsalaringizni zararsizlantiradi. Akustik qulaylik ham yangilandi. Bu yerda yangi tovush yutuvchi materiallar, maxsus shinalar va ko'p qatlamli oynalar tufayli salon sezilarli darajada sokinroq bo'lgan. Buni mashinaga o'tirishingiz bilan darhol sezasiz. Xavfsizlik ham yangi bosqichga ko'tarildi. Endi bu yerda 10 ta xavfsizlik yostig'i, ushbu jumladan markaziy yostiq, haydovchi va yo'lovchi o'rtasida ham mavjud. Kuzov mustahkamlangan, harakatlanish va to'xtash joyida yangi yordamchilar qo'shildi. Mashina haqiqatdan ham shaharda ham, trassada ham xavfsizroq bo'ldi. Yangilangan Kia K8 bu go'zallik, texnologiya va qulaylik uyg'unligidir. Agar barchasini o'z ko'zlaringiz bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, sizni Kia avtosalonlarida kutib qolamiz. Ishonchim komil, u jonli ijroda sizga ko'proq yoqadi.